arzon narxda uy qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun ajoyib imkoniyat. Shundan arqamda ko'rib turganingizdek Yangi O'zbekiston massivli shunning yonida joylashgan hovli joylarda 2 sotixdan iborat bo'lgan uyimiz sotiladi. Hozir video davomida obzorni ko'rsatamiz. O'rtoqlar, ko'rib turganlaringizdek uyimizning tashqari fasad qismini ozroq remont qilish kerak bo'ladi. Ichkari qismlari esa обычный remontdan chiqqan bo'ladi. Bilasizlar, Pitnak shahrimiz kundan-kun rivojlanishda davom etib turibdi. Mendin zo'r lokatsiyadan uy-joy olib qo'ysangiz, kelajakda xudo xohlasa afsuslanmaysizlar. Uyimiz Yangi O'zbekiston massifining arka tarafida 2 sotixda joylashgan 5 xonadan iborat bo'ladi. Uy egalarining aytishiga qaraganda ichkaridagi jihozlarni olib ketamiz uka dedilar, faqat shu pola döşalgan gilamlari qoladi ekan. 22 ming dollar deb turibmiz dedilar. Bemalol telefon ursangiz savdolashishlaringiz mumkin bo'ladi. Uy egalarining nomerlarini qoldirib o'tamiz xudo xohlasa. Ko'rib turganlaringiz yana banya, tualetlar ham sharoitlari ajoyib holatda turibdi. Hech qanday rasxod etib yurmaysiz. Tashqari qismlarida yana fundamentlar qurilib turibdi. Molxona qurib turib, mol, xol, qo'y boqishlaringiz mumkin bo'ladi. Video kim uchundir manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir like'lar bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yamiz.